Assalomu alaykum. Mana navbatdagi qozonxonamiz. Bizda mana 5000 kondensatsion kotollarimiz ikkita bo'lyapti. 40 kilovatdan mana dimiqoblari. Gazli chas. Gazni nakoptel qilganmiz. Pastdagi chasda boilerga ishlaydi. Mana bizda bistro montaj qilingan gruppa nasosni, stabilizator. Mana 200 litrlik boilerimiz qo'yilgan. Mana sovuq suvga suv kam bo'lganligi uchun gikaloriyni nasos qo'yildi, повышающий. Hammasi sifroviy ko'rsatib turadi. 4-4,5 gacha chiqarib berar ekan. O'zi garajkoyniki mana 0.8, 0.7 bo'lyapti. 0.7 dan ham past bo'lyapti. Filtratsiyalarimiz, sovuq suv podgotовкасы, bu yerda теплый pollar, radiatorlar и обогрев nasosi mana.